Qara, bo'lajak yozning seriozniy, jiddiy odam. Jikir-jikir pitirlab o'tirmay, yana oldiga chiroyli o'zingizni saqlab, tushundingmi? Ana keldilar. Kulma dedim. Maymun o'ynatayapman. Ha? Maymun o'ynatayapman. Kim bu? Ukam yonimga olib chiqqandim. Men jiddiyligimni aytdingmi? Aytdim. Men jiddiy insonman. Yonimda kulgan odamlar yomon ko'raman. Bildi, e'tibor bermang, yering aylanamiz. Uzr. Ozgina hayajonlanib ketdim. Ketik, restoranga joy aytib qo'yganman. Boramiz. Opa, men qarasaga boshqa yigit qurib qo'yganmi? Nima qilasanmi? Yaxshi ko'raman-da. Mol olib keldingmi? Hech kim bilib qolmadimi? Pulini bering. Qarang opa, yigitingiz kriminal ishlar bilan shug'ullanadi men. Bilmasam 100 ming birim xizmat eshitdim. Unda mol soyaga oldi, suv bering. Hozir boraman, tushuning? Aloqa tugadi. Ha, nima deyotgandim? Bu o'zi qanaqa joy? Bu yeri Sardoba restoran, geofizikadagi filial. Bundan boshqa ikkita filial bor. Bittasi 5-da, Qora shahar. Ikkin Severnida. Ovqatlar zo'r. Hozir family set aytgan, olib keladi, ko'rasizlar. Xullas, to'yimiz ham shu yerda qilmoqchiman. To'yxona emas-ku bu? To'g'ri, to'yxona emas, lekin to'y qilsa bo'ladi. 700 ta odam sig'diradi. Короче, shu yerda bo'ladi to'yimiz. Opa, shu nimasini yaxshi ko'rib qo'ygansiz? Oyoqdagi tapchikasiga qarang, u bo'lishiga qarang, nimasi yoqadi uni sizga? Serioznoyligini yaxshi ko'raman-da.